Sen de boshqalarga tushib o'tiribman. Ertaga tuzatib qo'ymasang, Rustam tog'a o'ldiradi. To'xtataman seni. Faqatdan bilaman. Sen boshlading, sen topasan. Sen nima o'chirsan o'chirasan. Sizga mazami? Ishlatib qo'yib endi. Qari. Qattan sen gaping ko'p. Pul qaymoqchi o'zing yaxshi. Hatto olasan. Eshityapman. Assalomu alaykum aka. Vaalaykum assalom. Nima kerak? Ana kecha lift buzildi-yu, o'shanga pul yig'amiz. Hop, Sizdan bering. nimaga men berishim kerak? A shu liftdan sizdan foydalanasiz, to'g'rimi? O'shanga berasiz aka. Qancha? 500. Nima? Qancha qilman? Endi aka qarang. O'zi bizda fond bor. O'shanga pul turadi, hozir tugabdi. O'shanga sizdan olaman, 500 ni yana boshqa qo'shnilardan ham olaman. Fondda turadi, pul Ha, olaman. bo'pti, hozir. To'g'rimi? To'g'ri. Andan iltimos yaxshilab tuzatlarni, keyin safar kim bilandir yana qamalib qolish niyatim yo'q. Aka siz xursand bo'lishingiz kerak. Hali ham ana Rustam tog'a bilan qamalib qolmadingiz. Rahmat. Yes. Diyora qizim, bu yoqqa kel. Labbi oyi. Mana buni yangi qo'shniga olib chiqib bergan. Oyi. Ko'p gapirmagin, mana o'sha. Bahonada yaqindan tanishib qolamiz. Uf. Yana nima kerak? Tushunmadim. Uzr, men ani ko'p gapiradigan bola deb o'yladim. Shu uchun xayolingizni yig'ishtirib oling-da. Oldin eshikni ochib kimligini ko'rib, keyin gapiring. Tushunman buni. Nima bu? Ovqat. Oyim berib bordilar. Ha, endi o'zbekchilik. Xayr. Ha. Rahmat.